Abduqodir Husanov uchun eng muhim davr boshlandi. Yangi bosh murabbiy Enzo Maresca mashg'ulotlarni boshladi va e'tiborlisi Husanov ilk kundanoq jamoa safida. Bu esa uning asosiy tarkibdagi o'rnini yana mustahkamlashi mumkin. Hozircha Manchester City mashg'ulotlarida atigi 23 nafar futbolchi qatnashmoqda. Ko'plab yulduzlar hali jahon chempionatidan qaytgani yo'q. Ammo Donnarumma va Husanov kabi futbolchilar birinchi kundanoq murabbiy ixtiyorida. Bu esa ularga Marescada yaxshi taassurot qoldirish uchun juda katta ustunlik beradi. O'tgan mavsumda Husanov Manchester City safida ishonchli o'yin namoyish etdi. Himoyadagi xotirjamligi va barqarorligi bilan murabbiylar ishonchini qozona oldi. Endi esa yangi murabbiy qo'l ostida ham o'zini ko'rsatishi kerak. Ayniqsa asosiy raqobatchilar hali jamoaga qo'shilmagan bir paytda bu Husanov uchun juda katta imkoniyat hisoblanadi. Albatta, mavsum davomida raqobat yanada kuchayadi. Boshqa himoyachilar va asosiy tarkib futbolchilar qaytgach, har bir o'rin uchun kurash boshlanadi. Ammo aynan hozirgi mashg'ulotlar Marescaning fikrini o'zgartirishi mumkin. Agar Husanov o'zini yaxshi tomondan ko'rsatsa, yangi mavsumni asosiy tarkibda boshlash ehtimoli yanada oshadi. Demak, Husanov uchun eng muhim sinov boshlandi. U yangi murabbiy ishonchini qozona oladimi? Sizningcha Abduqodir Husanov yangi mavsumda Manchester City'ning asosiy himoyachisiga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va futbol olamida eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.